2026-yilgi Jahon chempionati insoniyat tarixidagi eng buyuk voqea bo'ladi. Bu kabini hech qachon ko'rmagansizlar. Zal lahzaga jim bo'lib qoldi. Ammo bu gaplar ostidagi ma'no ko'pchilikka tushunarli emas edi. Chunki yangilangan tizimga ko'ra Messi va Ronaldo finalda uchrasha olmaydi. Biroq buning ham o'zicha yaxshiligi bor. Ikkalasi ham turnirni yuqori darajada o'tkazishi kafolat emas. Vaqt o'z so'zini aytadi. Eng qizig'i shundaki, agar Portugaliya va Argentina o'z guruhlarida birinchi o'rinni egallab, bir ikkinchi finalni bosib o'tsa, ularni chorak finalda o'zaro to'qnashuv kutmoqda. Bu oddiy o'yin emas. Bu zamonlar derbisi. Futbol tarixining eng buyuk raqobatining oxirgi sahnasi bo'lishi mumkin. 2026-yilgi Jahon chempionati insoniyat tarixidagi eng buyuk voqea bo'ladi. Bu kabini hech qachon ko'rmagansizlar. Zal lahzaga jim bo'lib qoldi. Ammo bu gaplar ostidagi ma'no ko'pchilikka tushunarli emas edi. Chunki yangilangan tizimga ko'ra Messi va Ronaldo finalda uchrasha olmaydi. Biroq buning ham o'zicha yaxshiligi bor. Ikkalasi ham turnirni yuqori darajada o'tkazishi kafolat emas. Vaqt o'z so'zini aytadi. Eng qizig'i shundaki, agar Portugaliya va Argentina o'z guruhlarida birinchi o'rinni egallab, bir ikkinchi finalni bosib o'tsa, ularni chorak finalda o'zaro to'qnashuv kutmoqda. Bu oddiy o'yin emas. Bu zamonlar derbisi. Futbol tarixining eng buyuk raqobatining oxirgi sahnasi bo'lishi mumkin.